8 Mart bugün Xotin Qizlar bayrami. 8 Mart bugün Ona canım bayrami. 8 Mart bugün Xotin Qizlar bayrami. 8 Mart bugün Ona canım bayrami. Bu canım bayrami. Kishtik. Barcha xotin qizlarni, onaxonlarimizni, buvilarimizni 8 Mart bayramlaringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga uzoq umr, bog' saodat tilayman. Osmonimiz musaffo bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, qos etganlar past bo'lsin, yurtimizdan balo betar deb bo'lsin. Barcha xotin qizlarni, onaxonlarimizni, buvilarimizni 8 Mart bayramlari muborak bo'lsin. Allohimning o'zi barcha